alaykum hurmatli obunachilarimiz. BMW X7 bilan GLS idealniy alternativasi Infiniti QX80. Bu avtomobilimizda bor Navot Mercedes. BMWda ham yo'q va bu avtomobilimiz eng asosiy sifati mikroavtobus ekan. Boshladim. Qadam videoga necha niyat qilganlardan bitta like iloyim hammaga kamida bitta shunaqasi nasib etsin. 22 diskali avtomobilimizning orqalari juda katta va komfortli. Qaranglar, bordoviy qora salon avtomobilimiz 3-rядlarigacha regirovka bo'ladi. Tomosha qilsanglar bo'ladi. Orqada ham bemalol odam ketadi. Avtograf komplektatsiyada test drive boshladi. Salonimiz juda raskoshniy, ikkita monitor, Face ID, head-up display, orqa kamera, klitch degan akustika, aktivniy шумоподавление bilan bu yerda переключение knopkada ekan. Bismillah deb deyni bosamiz. Bu avtomobilimiz 3,5 litr ikkita turbinaga ega bo'lgan motor, 6,5 sekund 100 gacha hurmatli obunachilarimiz. Знаменитый odamlardan Habib Nurmagomedov, непобежденный чемпиon UFC aynan shu avtomobilni xarid qilgan yaqin orada hurmatli obunachilarimiz. Va bu avtomobilni haydagandan keyin tushunmayman, chunki bu sizlarga elegantность beradi, уверенность beradi va eng основной komfort hurmatli obunachilarimiz. Avtomobilda yurganingizda avtomobil juda послушный, buni mощности o'ziga shu go'dasiga yarasha juda yetarlicha va saloni ekstra komfort hurmatli obunachilarimiz. Abduf Abagrev sideniyalar u orqada 3-rядlargacha mavjud va orqa rядlari ham regirovka qiladi. Bu uncha avtomobilda qilinmaydi. Qaranglar ketishi. Nima deymiz? Hammaga iloyim nasib etsin hurmatli obunachilarimiz. Yana bu avtomobilimiz уже sotilib bo'ldi. Buni 20 kunda oq rang keladi va undan tashqari zakazga ham aynan shu avtomobilni olib kelib beramiz. Kimga kerak bo'lsa bemalol avtolizerga murojaat qilsanglar bo'ladi. Avtomobilni haydab bizga qilgan xulosa hurmatli obunachilarimiz, avtomobilning podveskasi любой yo'llarni prям tekis qilib berar ekan. Juda yumshoq avtomobil. Mazza qilib odam haydab yurar ekan. Nima deymiz? Любой avtomobil, наличие на заказ, hammalarni avtolizerda kutib qolamiz. E'tibor uchun rahmat.